Assalomu alaykum. Men iqtisod fanlari doktori Rustamjon Abdullayevman. Yaqinda Facebook'dagi bir nechta do'stlarim menga murojaat qilishib, YouTube'dagi 749 mingdan ziyod obunachisi bor va ismi sharifi Shuhratshon bo'lgan bloggerning Haqiqat ovozi nomli kanalida Vahob bobo deb atalayotgan va o'zini kibernetik deb biluvchi kimsaning Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli degan dasturiga bag'ishlangan bir qator video ko'rsatuvlar e'lon qilib, u o'zi tan olishicha kibernetik va bu dastur to'g'risida hech qanday bilim va tushunchaga ega bo'lmagan va bunday holatni tinimsiz ta'kidlagan holda Vahob bobo va uning dasturini ko'klarga ko'tarib mashhur qilib yuborganligini aytishib, menga bu videolar va ularda ko'tarilgan masalalar bo'yicha fikr bildirishimni iltimos qilishdi. Shuning uchun ham men akademik Abdullayev Vahob boboning virtual dasturi o'zbek davlatini boshqarishga qodir emas isboti degan maqola yozib, uni 2025-yilning 26-iyunida o'zim rahbari bo'lgan va rus tilidagi sayt sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan Fundamental iqtisod nomli ilmiy-amaliy jurnalda e'lon qildim. Siz tomosha qilayotgan ushbu video filmni mana shu maqolam asosida tayyorladim. Bu video filmda maqolamning matnini tegishli nutq sintezatorining suxandoni o'qib bergan. Men o'zini Shuhratshon deb atovchi blogerning YouTube'dagi kanaliga kirib, u 2025-yilning 20-iyuniga qadar e'lon qilgan 14 ta video film borligini ko'rdim va ularning nusxalarini o'z noutbukimga ko'chirib olib, ularni tezlik bilan ko'rib chiqar ekanman. Bu video filmlar ichida birinchi bo'lib O'zbekiston bir oyda Yaponiyadan o'zib ketadi. Prezident bilan uchrashsam bas degan sarlavha ostida e'lon qilingan va yuqorida ko'rsatilgan sanagi 1.100.000 ziyod tomoshabin ko'rgan. Ulardan 12.405 nafari izohlar qoldirgan video film u yaratgan 14 ta video film ichida eng asosiysi ekan. Qolgan izya filmlar esa bloger Shuhratshon yuqorida nomi ko'rsatilgan asosiy video filmni to'ldirish uchun yoki umumiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni e'lon qilishga qaratilgan video filmlar ekan degan xulosaga keldim. Shuning uchun ham ushbu maqolada men o'zini Vahob bobo deb atagan, aslida Abduvahob Kurgonboyev degan kimsaning mana shu asosiy video filmdagi fikrlarni tahlil qilish orqali uning dasturi to'g'risidagi o'zimning tanqidiy fikrlarimni bayon qilmoqchiman. To'g'risini aytishim kerak. Men Shuhratshonning yuqorida nomi tilga olingan va boshqa video filmlarini ko'rar ekanman. Ulardagi barcha qatnashchilarning huquq madaniyati, bilim va saviyalari, ayniqsa iqtisodiy masalalarda juda ham past darajada ekan degan xulosaga keldim. Uni ustiga bu video filmlar ularda ko'tarilgan masalalarni tushunadigan mutaxassislarni jalb qilgan holda ularni tahlil qilishga emas, balki bu sohalardan mutlaqo yiroq va ularni tushunmasligini o'zi tinimsiz takrorlovchi bu video filmlar muallifi bo'lmish Shuhratshon tomonidan bu sohalarni mutlaqo tushunmaydigan uning obunachilari bo'lgan va boshqa oddiy tomoshabinlar muhokamasiga havola qilish va ularni chiroyli va balandparvoz gaplar bilan gangitish orqali Abduvahob Kurgonboyev va uning dasturini kambag'alchilikni yo'qotish, mehnat muhojirlarini to'liq O'zbekistonga qaytarib olib kelib, ish bilan ta'minlash, ishsizlikni umuman yo'qotish, iqtisodiyotni yuksaltirish orqali aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladigan dastur degan soxta tasavvur qoldirish uchungina yaratilgan desam
bu fikr sira ham xato bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ham men Abduvahhab Kurg'onboyevning fikrlari va dasturi to'g'risidagi salbiy fikrlarini O'zbekiston bir oyda Yaponiyadan o'zib ketadi, prezident bilan uchrashsam bas degan sarlavha ostida e'lon qilingan videofilmdan iqtiboslar keltirgan holda isbot qilib bermoqchiman. Abduvahhab Kurg'onboyev dasturining tahlilini Al-Xorizmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb atalgan dasturning nomidan boshlayman. Demak, bu sarlavhada sodda qilib aytganda O'zbekistondagi davlat boshqaruvining virtual modeli to'g'risida so'z yuritilgan. Biz zamonaviy ensiklopediyalar va boshqa ilmiy manbalardan bilamizki, virtual model degan tushunchaga virtual model bu jismoniy obyekt, tizim va jarayonning kompyuter dasturiy ta'minlovi yoki dasturi yaratgan tasavvuri bo'lmish raqamli egizagidir degan ta'rif beriladi. Bu ta'rifdan, demak, Abduvahhab Kurg'onboyevning Al-Xorizmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deganda biz O'zbekistondagi haqiqiy, ya'ni mavjud davlat boshqaruvining raqamli egizagini tushunishimiz kerak ekan degan xulosa chiqarishimiz mumkin. Unda raqamli egizak deganda nimani tushunish kerak degan savol tug'ilishi ham tabiiy bir holdir. Raqamli egizak degani bu haqiqiy kechayotgan vaqt davomida mavjud jismoniy obyekt, jarayon yoki tizimning holatini kuzatish, tahlil qilish va nazorat qilish uchun foydalaniladigan ularning nusxasi deganidir. Unday holda bunday virtual davlat boshqaruvi modelini yaratish jarayoni qanday tartibdan iborat bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Mavjud manbalarga murojaat qilsak, ularda virtual model yaratish jarayoni quyidagi yetti qadamdan iborat bo'lishi zarur deb ta'kidlanadi. Muammoning bayoni, fan va amaliyot sohalarini tahlil qilish, modellashtirish maqsadini aniqlash, modellashtirish obyekti, uning xususiyatlari, boshqa obyektlar bilan aloqalari, uning xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi omillar va cheklovlar. 2. Matematik modelni qurish, konseptual modelni matematika tiliga tarjima qilish, modellashtirish obyektining xatti-harakatlarini tavsiflovchi o'zgaruvchilar, parametrlar, tenglamalar, tengsizliklarni aniqlash. 3. Dasturiy ta'minotni yoki dasturlashni amalga oshirish, matematik modelni amalga oshiradigan kompyuter dasturini yaratish, mos dasturiy ta'minotni tanlash va kodni yozish. 4. Test sinovi, modelni amalga oshirishning to'g'riligini tekshirish va simulyatsiya natijalarini haqiqiy ma'lumotlar bilan taqqoslash. 5. Kompyuterda tajriba o'tkazish, modelning kirish parametrlarini o'zgartirish va bu natijalarga qanday ta'sir qilishini kuzatish. 6. Natijalarni tahlil qilish, kompyuter tajribasi natijalariga ko'ra trendlar, tendensiyalar va bog'liqliklarni aniqlash. 7. Modelni takomillashtirish, tahlil natijalari asosida modelga o'zgartirishlar kiritish. Model yetarli darajada bo'lmaguncha bu jarayon bir necha marta takrorlanishi mumkin. Biroq Abduvahhab Kurg'onboyev virtual model to'g'risida bunday talab va tushunchalar hamda ularning ta'riflaridan mutlaqo bexabar bo'lgani uchun asosiy videofilmning 10-minuti 2-sekundidan 11-minuti 8-sekundigacha kibernetika faniga asosiy kirgani bu kompyuter bo'lib, kompyuterni 15% foydalanyapti. Rossiya, Turkiya, Osiyo davlatlari. Bu faqat informatika fanini o'qib, Word, Excel bilan foydalanib, uni hammasini faqat operator ishlarini qiladigan ishlarni qilyapti. Shuning uchun kompyuterning asosiy qismlari doimiy xotirasi bilan tashqi xotirasi ishlamayapti. Bu doimiy xotira bilan tashqi xotirani bular foydalanyapti serverda, ya'ni internetda. Demak, internetda ham noto'g'ri ishlayapti,
kompyuterda ham noto'g'ri ishlayapti, uyali telefonda ham noto'g'ri ishlayotgani uchun biz mana shu korrupsiya, kiberxavfsizlik hammasiga botqoqqa botib qoldik. Agar buni chiqishning birdan bir yo'li kibernetika fanini o'qish yoshlarga qaytadan bilim berish hamda mana shu men tayyorlagan dasturni kiritsakkina biz ham shu kiberxavfsizlik korrupsiyani yo'q qilgan bo'lamiz, yaxshi farovon yashashni ta'minlaydi degan yumshatib aytganda asosan noto'g'ri gaplarni aytgan. Bu xulosaning to'g'ri ekanligini isbotlash uchun birinchi navbatda Abduvahab Kurgonboyevning kibernetika faniga asosiy kirgani kompyuter, ya'ni kibernetika fanining asosini kompyuter tashkil qiladi degan fikri noto'g'ri ekanligini isbotlab bermoqchiman. Chunki kibernetika bu turli xil tizimlarda texnik, biologik, ijtimoiy va boshqa sohalarda boshqarishning umumiy tamoyillari haqidagi fan. Agar kompyuter boshqaruv nazariyasiga muvofiq ushbu tizimning boshqa komponentlari bilan birlashtirilsagina u kibernetik tizimning bir qismiga aylanishi mumkin. Kibernetika fanini o'rganish natijasida kibernetika fani kompyuterlarning mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar mavjuddir degan xulosaga kelish qiyin emas. Endi yuqoridagi xulosamni to'g'riligini isbotlashda davom etish uchun kiberxavfsizlik o'zi nima degan savolga javob izlasak, tegishli manbalarda bu tushunchaga quyidagi ta'rif berilgan ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kiberxavfsizlik bu kompyuter tizimlari va tarmoqlariga ruxsatsiz kirish hamda kompyuter ma'lumotlaridan ruxsatsiz foydalanish, ularni oshkor qilish, yo'q qilish yoki o'zgartirishdan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Kiberxavfsizlikning maqsadi ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlashdir. Biroq Abduvahab Kurgonboyev kiberxavfsizlikning bunday ta'rif va maqsadlaridan mutlaqo bexabar bo'lganligi yoki tushunmasligi uchun kiberxavfsizlikni mustahkamlash kerak. Meni dasturim kiberxavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi deyish o'rniga kiberxavfsizlik botqog'iga botib qoldik. Meni dasturimni joriy qilsak, uni yo'q qilgan bo'lamiz degan ahmoqona fikr bildirgan desak, bu ayni haqiqat bo'ladi. Shu joyda menda yoki bu huquq madaniyati o'ta past darajada bo'lgan kimsa haqiqatan ham o'z dasturiga kibernetika fanini kiritish orqali kiberxavfsizlikni yo'q qilib, uning maqsadi bo'lgan fuqarolarimiz va nodavlat tashkilot hamda korxonalarimizga taalluqli ma'lumotlarning konstitutsiya va boshqa amaldagi qonunlarimizda belgilangan maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlash hamda tijorat sirlarining saqlashdan qutulmoqchimi degan savol paydo bo'lgan edi. Bu savolga javobni Kurgonboyev o'zi Shuhrat Shonning Baxi Boboni loyihasi masalasida gaplashamiz degan video filmining 4-minuti 36-sekundi bilan 4-minuti 38-sekundigacha kiberxavfsizlik bizada bo'lmaydi deb javob bergan.